Assalomu alaykum, hurmatli broker. Ismim Jasur. Bu videoda sizlar bilan Message Plane'da alternativa bo'lgan Carlink platformasi bilan tanishib chiqamiz. Birinchi o'chirda o'zinglar ishlatayotgan brauzerga kirib olasizlar. Ko'pchilik Chrome ishlatadi. Shuni hisobnomay ham Chromedan foydalanaman bu videoda. Carlinkda internetdagi manzili, ya'ni poiskovikka uft.carlink.pro deb yozsanglar, kirasizlar va kirishinglar bilan sizlarni registratsiya kutib oladi. Bu yoqda o'zinglarga berilgan login parol bilan birga yozib bo'lganinglardan keyin sign in bosasizlar. Tizimga kirishinglar bilan sizlarni mana shunday oyna kutib oladi. Bu Carlink CRM'ning asosiy home page'i. Xuddi Message Plane'dagidek. Faqat bu yoqdagi narsalar sizlarga ancha kerak bo'ladi kelajakda. Birinchi o'chirda o'zimizni Gmail'imiz bilan Ring Central'imizni ulab olamiz. Xo'p, buning uchun connect knopkani bosamiz. To'g'ri profilga olib keladi bizni. Bu yoqda mana Gmail turibdi. Gmaildan boshlab olamiz. Birinchi connect knopkasini bosamiz. Shunday oyna ochiladi. Tizimda qaysi email bilan ro'yxatdan o'tgan bo'lsanglar, bu yoqda ham xuddi shu bilan kirishinglar kerak. Ya'ni nimadir @eftransportation.com. Bu yoqda ham shunday. Men o'zim shaxsiyimdan foydalanaman. Bu o'zinglarning internetinglarga bog'liq tezligi. Endi mana bu oyna chiqadi. Hozircha bu tabiiy Carlink development jarayonida bunaqa oyna chiqishligi tabiiy. Bu vaqtda nima qilish kerak? Дополнительные настройкani bosamiz va перейти на страницу Carlink. Bu mutlaq xavfsiz. Chunki tizimni boshida o'zimizning avvalosi. Shunchaki biz sizlarda Gmail'lardan tizimda foydalanishga ruxsat so'rayapmiz. Ya'ni Carlinkda o'zidan turib, xuddi Message Plane'dagidek Gmail customerlarga bemalol mail yubora olasizlar. Shu oyna sal boshqacharoq chiqishligi mumkin. Ya'ni ptichkalarda bosishlar so'rashligi mumkin. Hammasiga ptichka bosib, продолжить qilasizlar. Biroz kutamiz. И все. Successfully integrated. And now Ring Central'da ulab olamiz. Hammasi internetinglar tezligiga bog'liq bu yoqda. Misol uchun men shu nomerda ulayman. Authorize knopkani bosganinglardan keyin ozroq kutishinglar so'raydi-da. Shu bilan bu yoqda o'sha avtentikatsiya bo'ladi. Bo'ldi. Asosiy kerakli servislar ulandi. Gmail bilan Ring Central bor. Ma'lumot uchun bu profil sahifasi. Bu yoqda o'zingizlarga rasm qo'yib olsanglar bo'ladi. Tug'ilgan kuninglarda, time zonalarda yoki ism familiyalarda o'zgartirsanglar bo'ladi. Endi eng muhim narsa hozir bu videoda asosiy maqsad akkauntimizni sozlab olishlik. Bizda event notification bor. Bu xuddi Message Plane'dagiga o'xshaydi. Bu yoqda ham xuddi shu 5 ta event type'lar bor. Bular qanday? Birinchisi lead kelganda tizim sizga uni assign qilgan vaqtda avtomatik ketadigan SMS va email. Ya'ni providerdan lead keldi, Carlink uni допустим menga berdi. Menga berishi bilan men onlayn offlayn bo'lgan vaqtimda ham klientga ketadigan messajlar. Undan keyingisi leadni quvotega o'tkazadigan vaqtimiz, ya'ni unga narx beramiz. O'sha vaqtda beriladi avtomatik ketadigan SMS, emaillar. Bularni hammasini bemalol tanlasa bo'ladi. O'zingizlarga mos qilib, agar o'zingizlarga yoqqani bo'lmasa, bemalol qo'shib olsanglar bo'ladi. Hozir uni ham ko'rsataman. Uchinchisi orderinglar dispatch statusiga o'tganda customerga ketadigan avtomatik SMS. To'rtinchisi order pick up statusiga o'tganda, beshinchisi esa order уже delivered bo'lib, load уже lead yopilganda ketadigan SMS. Buni o'zingizlar xohlaganinglarni tanlab qo'yib, misol uchun bu yoqdan keyin tanlaymiz. Save settings qilsangiz, уже data saved successfully va sizda saqlanib qoladi.
Yaxshi tarafi faqat admin emas, o'ziga udobno bo'lgan templetni qo'yib olasiz. Buni qayerdan o'zgartirsak bo'ladi? Hammada mana shu qismda admin degan do'st bo'ladi, lekin bu cheklangan. Hop, System Settingsda Templates degan razdel turadi sizda. Uni ichiga kirib turib, Create Template qilasizda, o'zingizga kerakli tekstni qo'yib, bu yoqdan yozib olasiz. SMS, email, follow-upga bu yoqqa nomini qo'yib, save bossanglar tamom, shu bilan ishlaydi. Hop, okey. Hozirgi tushuntirayotgan videolarim mana bu qismda turadi. Bemalol ko'rsanglar bo'ladi buni. Bu qismda sizlarda grossinglar ko'rinadi. Keyingi etapda, keyingi versiyalarda bu yoq ancha sizni qiziqtiradi, xudo xohlasa. Bu yoqlarda esa leadlar, kvotalar, orderlar, posted, dispatched, issue bemalol ustiga bosib shu sahifaga o'tib ketsanglar bo'ladi. Ishinglarni davom ettirib ketsanglar bo'ladi. Hop, endi asosiy narsa. Message Plane'dan bitta yaxshi sizlarga ustunlik beradigan, ishinglarni tezlashtiradigan farqi nimada? Message Plane'da supportga bog'lanish uchun alohida saytga kirilardi. support.messageplane.com. Bu yoqda mana bu ko'k knopkani ko'rib turgan bo'lsanglar kerak. Ustiga bitta bosasizlar, biz o'zimiz supportda o'tiramiz, ish yoqda bo'lamiz. Start conversation bosganinglardan keyin nima muammo bo'lgan bo'lsa, nima tushunmovchilik bo'layotgan bo'lsa yoki nimadirga qandaydir texnik yordam kerak bo'layotgan bo'lsa, masalan, leadda qaysidir etapda qolib ketib qoldi, o'tmay qoldi yoki qayerdadir dispatch qilayotganingizda nimadir ko'zga noto'g'ri ko'rinyapti. Shuni batafsil bitta yozib tushuntirib yuborsanglar, misol uchun keyin yozamiz. Test uchun message yuborilyapti. Message yuborilyapti. Okey, ketdi. Sizlarga tezroq bog'lanishimiz uchun email so'raydi. Emailingizni yozib yuborib yuborasiz. Tamom. Resga o'zimiz aloqaga chiqamiz. Agar tushuntirib bera olmaydigan narsangiz bo'lsa, screenshot oling va bu yoqda bemalol screenshot yuborsangiz bo'ladi. Bu Calendly platformasi bilan birinchi tanishuv videosi edi. Agar savollar bo'lsa, bemalol o'zimizga chiqib olasizlar yoki supportga yozasizlar. Rahmat kattakon.